kuchlardan foydalanmang va evakuatsiya vaqtida faqat zinapoylardan foydalaning. Bugun Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati bosh ofisida O'zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 1-sonli buyrug'iga asosan tabiiy va texnogen holatlardagi favqulodda vaziyatlarda bankning tarkibiy tuzilmalarining shayligini, ularning harakat qilish tartibini yanada kuchaytirish, yanada ularga qo'shimcha ma'lumotlar berish maqsadida taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mazkur taktik o'quv mashg'ulotida bankda qo'riqlash, yong'in o'chirish, razvedka aloqa guruhlarining harakatlari o'rganilib, ularga O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Toshkent shahar boshqarmasi, tez tibbiy yordam qo'riqlash guruhlari a'zolari tomonidan tegishli xulosalar berilib, xodimlarning xatti-harakatlari baholandi. Mazkur taktik o'quv mashg'uloti davomida bankda shartli ravishda yong'in hosil qilindi, ogohlantiruvchi ovozli xabarlar berilib, tarkibiy tuzilmani xatti-harakatlari asosida jabrlangan xodimlar tinch hududga olib chiqilib, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Bu o'tkazgan o'quv mashg'ulotidan maqsadimiz bankning tarkibiy tuzilmasini, xatti-harakatlarini va bunday holatlarga shayligini ularga yanada kengroq tushuntirib, bunday holatlarga tayyorligini oshirishdan iborat. Kelgusida bunday taktik o'quv mashg'ulotlarini yanada oshirib, xodimlarni va tarkibiy tuzilmalarni malakasini yanada oshirishda maqsad qilib oldik.